Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar. Kim zamzamdan nima niyatda ichsa, sobit. Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar. Zamzamdan kim nima niyatda ichsa, ayni o'sha bo'ladi degan. Zamzamni mana zamzam olyapmiz haramdan oldi. Shu zamzamni ushlab turgan odam dunyoda eng zo'r shifoxonasi turgan odam hisoblanadi. Nimaga desa, nima niyat qilib esa ayni o'sha bo'ladi. Beli og'riyotganlar bo'lsa, oyog'i og'riyotganlar bo'lsa, shifo talablar bo'lsa, zamzamni o'sha dardiga deb olsa, ichsa, inshaalloh shifo topib ketadi. Bu hadislarda bayon qilingan. İmonimizga nur bo'lsin. Qiyomat kuniga chanqoqlarimizni bossin. Hamda tanamizdagi, hamda qalbimizdagi kasalliklarga Alloh taolo shifo bersin. Mana bismillah. Jamoadoshlarim, men aytyapman, tanamni oldida kim zamzamni ushlab turgan bo'lsa, bilsinki, dunyoda eng zo'r shifoxonasida turibdi deb. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim nima niyatda ichsa, albatta o'sha niyatiga yetadi degan. Asli zamzam nimada bo'lgan-ku? Pastda sahnda ilgari pastga tushib ishib chiqishgan. Keyin u yopilgandan keyin yo'mkislarga qilib pastga tashqarilarga olib chiqildi. Bu endi xos to'ldirish uchun. Odam ko'payib ketgani uchun yopilgan. Shunday.